Vesim 130 kilo, o'tirishlarga borganda kiyim kiyganda qornim chiqib, xunuk bo'lyapti. Xijolat bo'lyapman hammani oldida. Shunga nima qilsam bo'ladi? Qorin yo'qotish bu sizlar o'ylagandagacha unaqa qiyin narsa emas. Prosta ovqatlanishni to'g'irlash kerak. Ovqatlanishni to'g'irlash kerak. Men diyeta demayapman bu. Biz strogi diyeta faqat gurut ekan yoki faqat grechka ekan yoki faqat tovuq yeb, tuxum yeb forma qilmaymiz. To'g'ri ovqatlanamiz. Shu narsani bilinglar. Biz o'lgunimizgacha bunaqa dietada yura olmaymiz. Prosta biz kunlik kaloriyamizni hisoblaymiz. Ozgina 5-10 ming qadam aktivniy bo'lamiz. Shunda o'zgaramiz. Menda onlaynda, offlaynda shogirdlar rezultat qilishyapti. Rezultat rasmini, videolarini qo'yib ketamiz. Ozgina shu yashab turayotgan turmush tarziga ozgina bir ikkita qo'shimchalarni qo'shib, 5-10 ming qadam aktivniy narsalarni qo'shganimizda, ovqatni o'zini to'g'irlaganimizda haftasiga 5-6 kilodan minus bo'lyapti. Bu sizlar o'ylagandek qorin yo'qotish yoki ves olish bu sложный narsa emas. Oddiy kunlik kaloriyani hisoblash kerak, o'shanda o'zgarasiz. Agar siz ham mana shunaqa o'zingizni qiynamasdan to'g'ri ovqatlarni semirmoqchi yoki to'g'ri ovqatlarni ozmoqchi bo'lsangiz, men bu narsa bo'yicha kurs tayyorlayapman. Storiesda aktiv bo'lib, profilimga obuna bo'lib tursanglar, yaqinda qabul ochiladi.